Kirish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qiladilar: sizlarning eng yaxshilaringiz oilasiga yaxshi munosabatda bo'lganlaringizdir. Men esa oilamga qarshi yaxshi bo'lganlarning eng yaxshisiman. Hamd Allohga xosdir. Salovat va salom uning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga, u zotning ahli oilalariga, sahoba yu tobiinlarga bo'lsin. Bizga oilani bir ne'mat qilib bergan, har qanday nuqsondan pok bo'lgan Alloh taolo yaratgan narsalar haqida fikr yurita oladigan bandalari uchun oila turmushini bir ibrat hamda dalil qildi. Alloh taolo shunday deb marhamat qiladi: va sizlar sokinlik topishingiz uchun o'zingizdan juftlar yaratganligi va oralaringizga sevgi, marhamatini solib qo'ygani ham uning oyat belgilaridandir. Albatta bunday tafakkur qiladigan qavmlar uchun belgilar bordir. Har qanday nuqsondan pok bo'lgan Alloh taolo Muhammad sollallohu alayhi vasallamni bizlarga nabiy, rasul, hidoyat rahbari, xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yubordi. Alloh u zotni to'g'ri yo'l va ulug' xulq ustida o'z shariatiga og'ishmay rioya qilishida ham bizlarga o'rnak qildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ummati uchun eng yaxshi bo'lgan payg'ambar, qo'shini uchun eng yaxshi qo'mondon, ayoli uchun eng yaxshi er va farzandi uchun eng yaxshi ota hamdirlar. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam erlarga juftlariga qanday muomalada bo'lishlari kerakligini o'rgatdilar va sizlarning eng yaxshilaringiz oilalariga yaxshi bo'lganingiz, men esa sizning ichingizda oilasiga eng yaxshi bo'lganingizdirman deb marhamat qildilar. U zotning o'zlari eng yaxshi er namunasi edilar. Juftlariga nisbatan g'oyatda rahmli, ularning xulq-atvorlarini yaxshi bilgan, ehtiyojlarini o'ta adolat bilan hal qilgan zot edilar. Hech qachon ularga shiddatli va yomon muomala ko'rsatmadilar. Dag'al va qo'pollik qilmaganlar. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam hidoyat rahbari, marhamat timsoli, insoniyatga berilgan eng qimmatli ne'mat, nozik yurak sohibi, latif hisli va o'ta shafqatli zot edilar. Dushmanlarga ham rahmli bo'lgan bunday zot nega endi do'stlariga rahmli bo'lmasin? Ayollarigagina emas, hatto qul yoki joriyaga ham dag'al muomala qilmaganlar. Biror marta ham muborak og'izlaridan musulmon erkak yoki ayollarni xafa qiluvchi bir so'z chiqmadi. Xo'rlik va xorlikni aslo yoqtirmas edilar. So'kish, haqoratlash holatlaridan, kufrdan nafrat etgandek nafratlanar edilar. Oiladagi vazifalarini ham o'rniga qo'yar edilar. Namoz uchun azon chaqirganlarida jimgina namozga chiqib ketar edilar. Hech kimni norozi qilmaganlar. Ayollarning haqlarini oshig'i bilan bajo keltirar edilar. Ular o'rtasida adolat borasida eng namunali munosabatlarni ko'rsatdilar. Qanday qilib adolatli bo'lmasinlarki, u zot sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilganlar. Odil bo'lganlar Allohning nazdida Rahmonning o'ng tomonida nurdan qilingan minbarlar ustidadirlar. Ular hukmlar va oilalari uchun javobgar bo'lganlaridan ayollar bilan muomala qilganlardir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayot hikoyalarini, shaxsiy xususiyatlarini, jamolini va juftlari bilan o'zaro munosabatlarini qancha bayon qilmaylik, baribir to'liq yoritib bera olmaymiz. U zot ega bo'lgan fazilatlarini sanab o'tish imkonsiz. Juftlaridan birlarining u zotning axloqlari Qur'on edi deb ta'riflaganlari biz uchun kifoyadir. Zotan bu juftlari u zotning barcha sirlaridan xabardor va u zotni boshqalardan ko'ra ko'proq tanir edilar. Erning ayoliga qay tarzda xayrli bo'la olishini tushuntirish uchun eng ma'quli sevikli Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning hislatlaridan va tengsiz ibratlaridan namunaviy hikoyalar keltirib, bu bilan erlar ayollariga qanday muomala qilish kerakligi haqida so'z yuritamiz. Musulmon erkakda bo'lishi kerak bo'lgan xosliklar haqida so'z yuritar ekanmiz. Niyatimiz ular ham Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamdek xayrli bir juft bo'lsinlar. Ya'ni bir erkak qanday qilib ayoli uchun xayrli bo'la oladi, unga o'zini sevdira oladi. Shular haqida tavsiyalar berishga harakat qilamiz. Hazratimiz sollallohu alayhi vasallam ega bo'lgan xususiyat va turli tavsiyalar haqida inshaalloh kelajak
bo'limlarda aytib o'tamiz. Bu mavzuni kalomlarning eng buyugi Qur'oni Karim hamda hadis shariflar orqali yoritishga harakat qilamiz hamda o'tgan salaflar va hikmat egalarining oila mavzusiga oid asar yaratgan olimlarning, turmush qurgan xotinlar hamda oila mavzusidagi tadqiqot olib borgan psixologlarning fikrlarini ham o'rtoqlashamiz. Faqat haqiqatlardan uzoqlashmagan va erkaklarga jismonan va ma'nan qiyinchilik tug'dirmasdan imkonlaridan kelib chiqib oila hayotidagi ideal juftlar qanday bo'lishi haqida fikr bildiramiz. Alloh taolodan bu kamtarona xizmatimizni qabul qilishi hamda bu risolani o'qiganlar bizning haqqimizga xayrli duolar qilishini umid qilamiz. Barcha xotinlarga bu asardagi yaxshiliklar yetishini, foydali bo'lishini so'raymiz. Alloh taolo barcha niyatlarimizdan boxabardir. Barcha maqtovlar olamlar Robbi bo'lgan Allohgagina xosdir.